olyapti. Hu. Dodani tanimaganlarga tanishtiray oldin. Ism sharifi Karim Yo'ldashev. Kasbi rejissyor. Unvoni bor san'at arbobi. Lekin doda doim aytgan, eslamoqchi bo'lsang o'zimni esla, unvonimni eslama, kerak emas debdi. Doda o'zi tabiiy odam edi. Shuning uchun hech qanaqangi hali tekst tayyorlamadim. Shunchaki u haqida gapirmoqchiman bugun. Ko'plab rejissyorlar sabr haqida chiroyli gaplarni topib gapirar ekan, doda unaqangi gap gapirmagan. Doda shunchaki ko'rsatdi sabr qanaqangi bo'lishini. U butun umrini teatrga bag'ishladi, sabr bilan ishladi. Sovuqda ham ishladi, issiqda ham ishladi. Kasal bo'lsa kelib ham ishladi. Sog'lomligida ham kasal bo'lgunigacha ishladi doda. Doda sabr qilishni ko'rsatdi. Rejissyor. Bu hunar. Kasb hunar. Hunar izlanuvchi bo'ladi. Kasb bu уже maqsad. Bitta narsa chiqaradi. Hunarmand uni bitta narsa chiqarmaydi. U hunar o'zgarib turadi. Rejissyor har kun o'zgaradi. Ba'zi bir rejissyorlar aytadi, qo'yadigan spektaklim mana bu unvonni olish kerak, shu uchun harakat qildi. Yoki kimdir aytadi, mana bu festivalga olib chiqadigan spektakl tayyorla, klassik asar, bir nimalar. Doda hech qachon bunaqangi demagan. Doda aytardi, spektaklni ko'rib, o'sha kunda o'zida esidan chiqarib yuborsa ham mayli, lekin bitta narsasi bor. Qo'ygan spektaklimni ko'rdi. Men o'sha yomon degan narsa bor. Qaysidir yomon odatni qoralab chiqdim. U inson uyiga borib, o'sha yomon odatini tashladi, demak men yutibmandirdi. Zalda tomoshabin o'tirganda sezaman-da. Qilayotgan mizansen, qilayotgan topilmalar hammasi tomoshabinga yetib boradimi? Ular meni tushuna olarmikin? Meni tushuna olarmikin? degan savolni avvalaman doktor. Men ularni tushuna olarmikin degan gap. Men tomoshabinni tushuna olamanmi bugungi tomoshabinni degan savol meni juda qiynatadi. Doda spektaklni o'zi uchun qo'yardi. Mahalla-kuy, qarindosh urug', hamshaharlar shu xalq uchun qo'yardi. Shuning uchun dodaning spektakllari har doim qiziqarli bo'lardi. Dodaning spektakllarida soxtalik bo'lmasdi. Sababini aytaman. Doda o'zi tabiiy odam edi, o'zi samimiy edi. Shuning uchun spektaklar tabiiy chiqardi va samimiy chiqardi. Bo'rttirilgan narsa bo'lmagan. Qanaqangidir nimagadir erishaman demagan. U shunchaki xalq uchun mehnat qilgan. Yo'q, hali ko'rmagan narsani ko'rsatishimiz kerak tomoshabinga, qo'rqmasdan. Hali eshitmagan narsani, misol uchun, narsani berishimiz kerak. Biz tomoshabindan keyin ko'rsatyapmiz bu voqeani. Hali gaplar bitta gap menga yoqmaydi. Zamonda o'zbek rejissyorlari aytisharki, bizni tomoshabin tushunmayapti. Siz kimsiz o'zingiz? Nima uchun sizni tushunish kerak tomoshabin? Kechirasiz, janob rejissyor. Siz tomoshabin tushuning. Doda yashaydi. Doda biz shogirdlarga bergan ilmlarida yashaydi. Biz qo'yadigan sahna asarlarida yashaydi. O'zi yaratib qoldirgan san'at asarlarida yashaydi doda. Doda Qo'qon shahar musiqali drama teatrining ijodida yashaydi. Doda butun o'zbek teatr san'atida yashaydi. Berilgan bilimlar birga o'tkazdirilgan davr uchun rahmat doda. Rahmat.